Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi dastavkamiz baholasa Namanganga chiqib ketyapti. Bu bolalar olib sotar bolalar. Xo'sh. Andijon qora jo'jalari 18 kunligini berdim bugun uydan. 5-6 qamazga tayyor bo'lgan edi. 1200 edi. Olib sotar bolalar olib chiqib ketishyapti mana. Bular mahallada aylantirishadi. Qaranglar, mana qanaqa go'zal katta qilib qo'yganman. Bunisi 15 kunlik bunisi. Baholasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavka uzoq joylarga bo'lsa, Toshkentda ag'iga bo'ladigan bo'lsa, ular kletkada, setkada ketadi. Ular shu Namangan, Farg'ona, Qo'qonga ketayotgani uchun mahallada aylanib sotishadi bular. Oqlari birovli, qoralar Andijon qora jo'jalar. Mashlar 15 kunlik. Mana 18 kunlik. Xohlasa akalar like bosib, podpiska bo'lib qo'yaveringlar. Prosmotr ko'p bo'ladi faqat. Podpiska bo'lib qo'yinglar. Jo'jalarimiz tezroq tugashiga yordam bo'ladi. Podpiskalar bo'lib. Men o'zim bloger emasman, qiziqib shunaqa video qo'yib yuribman. O'zim qilayotgan ishlarim, kunlik daromadim. Shularni hisoblab yuraman. Hammalarga rahmat, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Nomerni qoldiraman, kimgadir kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Makonlarini ham 100% ajratib ham beraveramiz. Xudo xolasa narxlarini kelishgan holda.